yosh reproduktologlar uchun qanaqa kitoblarni o'qishni tavsiya etasiz deyishadi. Birinchi tavsiya etadigan kitobim bu Alif B desa ham bo'ladi buni. Nazarenko avtor, stimulyatsiya Yechnikov aynan tuxumdonlarni ishlash tartibi, qanaqa preparatlar bilan stimulyatsiya qilinadi, eng A, B, V deb o'rgatgandek yozilgan bu yerda. Undan tashqari ma'lum bir kitobni sizlarga tavsiya eta olmayman. Nimaga? Chunki reproduktologiya hozirgi kunda juda ham tez rivojlanib boryapti. Hattoki bu yil chiqqan rekomendatsiyalar, tavsiyalar keyingi yilga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun sizlarga maslahatim, eng katta dunyoda hamjamiyat bor, ikkita hamjamiyat. Ya'ni ular ESHRE va ASRM hamjamiyatlari. Bemalol bilan Google'ga poiskovikka yozsangiz chiqib keladi saytlari. Bundan tashqari ASRM alohida fertility sterility deb nomlangan jurnali bor, har 3 oyda chiqadigan. Ana shuni ham o'qib tursangiz bo'ladi. Eng asosiy tavsiyalarimdan bittasi bu barcha shifokorlarga tegishli. Tajriba davomida tug'ilgan savollarga albatta isbotlangan tibbiyotga asoslangan javobni qidirishga harakat qiling. Bo'lmasa bizani Google'da savolini qidirib o'tgan bemorlardan farqimiz qolmaydi. Qaysi saytlardan qidirish kerakligini esa Telegram kanalida qoldiraman. Albatta o'ting.